Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alo, militsiya ishadi. Alo. Assalomu alaykum. Militsiya xonami? Ha, militsiya xonam. Kamandir. Mani eshigim tagida bir shubhali odam turibdi. Qanaqa odam? O qanaqa bo'lardi? U qo'rqinchli, turqidan bilinib turibdi, quroli ham bor-da. U kimdir uyini tunashga kelganmi, o'g'irlik qilishga kelganmi? Mashaqalada men hushyor bo'lib turaman-da. O'shaq turibdi, o'shanga bir tez yetib kelsanglar degandim. Qaysi mahalla? Manzil aytingchi. O'sha mahallamiz qaysi? Asfalt, yangi asfalt bo'lgan ko'chada. Yangi asfalt ko'chali ko'p-ku. Endi ko'chamizga ham hali bir tuzukroq nom bermadi. 3 martalik o'zgardi nomi. Arenderni beringchi. Shunda men bu Sherovoy aka bor-ku, ana samogan aro chiqarib sotadi-yu mahallaga. Yo'q, qaysi? Samogan aro sotadi ko'pchilik. Endi biladi, militsiyani necha marta kelib tuta olmagan. Tushunmadim. O'sha odam shuni qo'shnisi bilan bilasizmi yo'qmi? Shirovoyga qachondan beri tayyorlik samakon? Siz Sherovoy akani qo'ysangizchi, mana bu to'g'rida turgan odam juda xavfli odam. Shuni ko'rinib turibdi. Hozir qotillik sodir bo'lishi mumkin. Shunga tezroq harakat qilsanglar bo'lardi. Lakasa tashingchi. Men lakasa tasha olmayman. Men telefonim oddiy telefon. Shirovoyga hozir uydami? Qanaqa Sherovoy? Men bu to'g'rindagi odam bilan shug'ullansangizchi, qurol bo'lishi mumkin. Hozir ot qo'yib jang boshlanib ketmasin, tag'in urush boshlanib ketmasin. Tez kelib ushlamasanglar bo'lmaydi. Yaxshi, telefoningizni o'chirib olmasin. Ana bu yo'lama, bo'ldimi? Ketdi. Alo, Kamandir, buni mamyo tarafga ketdi. Ayo tarafga. Ana eshidan chiqqanda chap tomoniga ketdi. Ketgan tomondan arenderni beringchi. Ani ko'chani boshida ani qalbak pullar chiqarib yuradi-yu, hammaga o'tkazib, qalbak pullar chiqaradigan Eshmat aka bor-ku, o'sha tomonga qarab ketdi. Eshmat aka degan odam qalbak pul chiqaradimi? Yo'q, necha marta militsiyaga kelib topa olmagan ularni. Bir ilojini qilib lakasa tashing. Men telefonim bilan lakasa tashiydigan telefon emas. Ko'chamiz nomini bilmayman-da o'zim ham. Siz ko'p narsani biladigan o'xshaysiz. Telefoningiz o'chib qolmasin bo'lmasam hozir o'sha Shirovoy aka bilan Eshmat akaning uyini ko'rsatib olasiz. Hozir militsiya boradi uyga. Meni ham qamab qo'yadimi, nima bo'lar?